Cho'pli pol issiq pollar haqida gaplashamiz. Cho'pli pollarni qayerda qo'llash mumkin, qayerda qo'llash mumkin emas. Bizda kotyolimiz shuncha ko'proq qiynaladi, isitishda ko'proq gaz sarfi bo'ladi. O'zi aslida o'shanga qarab turib moslashimiz kerak cho'pli polimizni. Bunaqa talablar va tavsiyalar bo'ladi. Ko'pgina santexniklarimiz kerakli bo'lgan talablarni bajarishmayapti. Eng kerakli narsa bu sirkulyatsionni nasos. Polni eng maksimal darajada idealniy ishlaydigan rejimiga olib kela olasiz. Agar sizda savollar bo'lsa cho'pli polda, biz bu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun yana sizlar bilan cho'pli pol issiq pollar haqida gaplashamiz. So'zimizni davom ettiramiz. Batafsilroq cho'pli pollar haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Savollar tushgan ekan, shu savollarga ketma-ketlikda javob berishga harakat qilamiz. Bizani kuzatib boringlar va o'zingizga foydali informatsiyalarni olasizlar degan umiddamiz. Yaxshi savol bo'pti. Cho'pli pollarni qayerda qo'llash mumkin, qayerda qo'llash mumkin emas. Chunki odamlarda hozirgi paytda ikki xil fikr bor. Cho'pli pol yaxshi yoki cho'pli pol yaxshi emas ekan, katta yoshlilarga to'g'ri kelmayapti degan fikr. Kelinglar shu savolni boshqa rakursdan ko'rib chiqaylik. Nima uchun katta yoshli, keksa yoshli insonlarda cho'pli polga bo'lgan fikrlari salbiy? Nimaga ularga bu isitish sistemasi hozirgi paytda yoqmayapti, diskomfort keltiryapti? Avvalambor cho'pli polni bizani O'zbekistonda qilinish standartlari ko'pincha cho'pli polni yotqizish, cho'pli polni yotqizish masofasi, uni yotqizish uslubi, cho'pli polni tagidagi izolyatsiyasi, cho'pli polga ishlatilayotgan kollektor va shunga o'xshagan standartlarida ko'proq qaratilgan, lekin cho'pli polni issiqlik temperaturasini rejimi qaysi temperatura to'g'ri ishlash kerak, qaysi ko'chadagi sovuqlik darajasiga qarab turib temperaturasi qaysi diagrammada ishlash kerakligini ko'pchilik bilmaydi. Aytmoqchi bo'lganim, qanchalik sovuqroq bo'lsa, shunchalik issiqroq temperatura berishimiz kerak ekan degan naql aslida o'zi to'g'ri, lekin uni ham o'zini chegarasi bor. Qaysi chegarada to'g'ri ishlaydi, qaysi chegaradan o'tib ketsangiz, sizga diskomfort keltiradi. Cho'pli pollarni isitish tizimida ishlatilayotgan xomashyoga ham qaraladi. Polingizda siz istashingizda keyin cho'pli pol albatta stachka qilinadi. Undan keyin siz kafilmi, keramogranit yotqizasizmi yoki laminat yotqizasizmi? Laminatni qalinligi darajasi, shu faktorlar ham rol o'ynaydi. Agarda sizda laminat juda ham qalin bo'lsa, 12 millimetr va undan qalinroq bo'lib tarkib bo'tiladigan bo'lsa, cho'pli polni 50-70% kuchini o'sha laminat o'zi o'tkazolmaydi. Ya'ni laminatni tagidagi issiqlik bo'ladi, lekin laminatni o'zi sizga uyingizni isitishga mo'ljallangan issiqlikni o'tkazmaydi. Baryer hosil bo'ladi va cho'pli polingiz noto'g'ri ishlashni boshlaydi. Siz bu yoqdan balandroq qilaverasiz, laminatingiz esa tegi juda ham issiq bo'ladi va har bitta xomashyoni o'ziga yarasha issiqlik darajasida temperaturni izmeneniyada o'zini расширенияsi, суженияsi paydo bo'ladi. Ba'zida laminatlar ko'tarilib ketadi, oralar ochilib ketadi va shunga o'xshagan hodisalar ro'y beradi. Ikkinchisi, haliga aytganimdek, keramogranit. Keramogranit issiqlikni zo'r bergandan keyin uy isib ketadi. Cho'pli polni o'zini standartlari bor. Jiloy xonalarda, yashaydigan xonalarda, hollarda, oshxonalarda cho'pli polimizni harorati 30 gradusdan oshishi kerak emas. Bu biz hozir polimizni ustidagi qavatidagi temperatura haqida gapiryapmiz. Agarda bundan siz oshirib yorsangiz, 35, 38, 40 gradus qilib yorsangiz, biz o'zi O'zbekistonda aryat mintaqaga kiramiz. Bizda klimatimiz suxoy, влажный emas. Shuning uchun bizda uyimizda yig'ilgan chang miqdori
polimiz isib ketganida chang ko'tarilishni boshlaydi va bizada keyinchalik o'sha aytganimiz qon bosimi ko'tariladi, onkologik kasalliklarga olib kelib chiqaradi. Shuning uchun bizada teplый polda nima muhim? Temperaturniy kontrol. Doim biza temperaturani kerakli sovuq ko'chadagi kerakli klimatga qarab, sovigan sari ko'proq, sal ko'proq, iligan sari iliqroq temperatura berishga erishishimiz kerak. Ko'pincha bu narsaga santexniklar e'tiborsizlik qiladi va shuni anaqasida nima deydi? Ishini puxta o'ylamaganidan keyinchalik shu uy egasi teplый poldan foydalanayotgan obyekt egalari ular уже diskomfortni o'zida sezishadi. Faraz qilamiz, bitta yotoqxona 20 kvadratga ega bo'lsin. 15 dan 20 kvadratga cho'ng qilinadi bizada ko'pincha standartlarda. Yotoqxonada biz ko'pincha teplый polli kilovat yotoq kilovatni tegida, shkaflarni tegida va shunga o'xshagan mebel turadigan zonalarda teplый polli qilishni tavsiya bermaymiz. Chunki u zonalar ustida ertaga mebel turadi va mebel teplый polli effektivnostini pasaytirib, hali aytganimizdek ustini yopib qo'yadi va issiqlik u yerdan chiqa olmaydi. Shuning uchun ba'zi paytlarda teplый pollimiz o'sha xonani 50% imkoniyatini beradi teplый pol qilishni va 50% bizga yetarli bo'lmaydi. Shu paytda biz radiatordan foydalanishimiz o'rinli bo'ladi. Isitish tizimiga 50% quvvati yetmagandan keyin yana qo'shimcha 50% ga radiator qo'shimcha bo'lib keladi. Bu paytlarda o'rinli bo'ladi isitish. Qolgan paytda agarda sizda 80%, 90% gacha o'sha zonani teplый pol bilan isitish imkoniyati bo'lsa, radiatorni qo'llamasangiz ham bo'ladi. Faqat teplый pol bilan isitishingiz mumkin. Buni juda ham oson bilish. Agar siz shu uyda yashab turgan uyingizda teplый polingiz qilingan bo'lsa va sizda o'ziga yarasha belgilari bo'ladi. Masalan, teplый pol qilingan joylarda ba'zi joylari issiq, yaxshi isitadi, o'tsangiz, oyog'ingiz bilan bosganingizda, o'sha yerdan o'tganingizda sizga issig'i uradi, issiqlik fori uriladi. Ba'zi joylarda iliq va ba'zi joylarda muzdek. Mana shu belgilarning o'zi teplый polingizni uyingizda isitishligi taqsimlanishi noto'g'ri qilinganligi. Va sizda haliga aytganimizdek birinchi savolga javob berayotganimizda, undan oldingi savolda biza temperaturniy kontrolni o'zi yo'qligi. Sizda keyinchalik bu ba'zi paytda isib ketib, ba'zi paytda sovuq va sizda qanaqadir idealniy bir o'rtasini ushlab olish degan narsalar bo'ladi. O'sha narsasi sizda yo'q. Idealniy seredina deymiz, o'rtasi u narsa yo'q. Sizda temperaturniy kontrol ham yo'q. Mana shu teplый polingizda nuqsonli bo'lganini belgisidir. Teplый pol montajida trubalarni uzunligi qanday bo'lishi kerak? Qaysi parametrda bo'lishi kerak? Juda ham o'rinli savol. Bu yerda bir narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Truba qanchalik uzunlik bo'lsa, shuncha bizda teplый poteriya bo'ladi. Boshida kirgan issiqlik temperaturasi bilan oxirida chiqib ketayotgan temperatura bilan tavofutni farqi qancha katta bo'lsa, shuncha bizga minus bo'ladi. Chunki bizda kotelimiz qancha sovuqroq suvni qaytarib bersak, shuncha ko'proq qiynaladi, isitishda ko'proq gaz sarfi bo'ladi. Shuning uchun biz har doim zolotaya seredinasini olib, eng optimalniy delta T deyiladi o'zi aslida, o'shanga qarab turib moslashimiz kerak teplый polimizni va proyekt qilishimiz kerak. Bizani o'rtacha beradigan tavsiyamiz o'rtacha metraji teplый polda 50-70 metr atrofida bo'lishi kerak. 70 metr ham nijelatilni 50-60 metr atrofida qilsangiz bu eng zolotaya seredina deymiz, eng optimalniy metraj. Shu 50-60 metr atrofida qilsanglar, siz teplый polni to'g'ri qilgan bo'lasiz. Savol tushibdi, teplый polli montajlarda qanaqa talablar va tavsiyalar bo'ladi? Tavsiyalarimiz juda ham ko'p. Bu avvalambor obyekt egalari, uy egalariga va santexniklarga bo'ladi.
chunki ko'pgina santexniklarimiz kerakli bo'lgan talablarni bajarishmayapti hozirgi paytda bizning nazdimizda. Teplый polimizda har doim eng kerakli narsa bu sirkulyatsionni nasos. Teplый polning haqiqiy yuragi bu sirkulyatsionni nasos. Sirkulyatsionni nasosi ham har doim biz moshnisini tavsiya qilamiz. Eng kamida dinamitskiy napori 6 metr bo'lishi kerak. Agar undan teparoq bo'lsa, juda ham yaxshi bo'ladi, lekin bu yerda ham o'zini pravilalari bor. Слишком katta nasosni qo'ysangiz, sizda расходingiz ko'p bo'ladi va sirkulyatsiya bo'layotganda o'ziga yarasha har xil ovozlarni chiqarishi boshlaydi. Shuning uchun bizda eng ko'p tavsiya qiladiganimiz 6, 7 va ba'zi joylarda agarda sizda kollektorlaringiz juda ham katta uzunligi bo'lsa, 12 ta 14 ta qiladigan bo'lsangiz, unda 25 ga 8, 25 ga 10 maksimum tavsiya qilishimiz mumkin. Teplый pollarni qilayotganda ikkinchi tavsiyamiz обязательно temperaturni regulirованiyani so'rab olishingiz kerak. Masalan, siz uy egasisiz, menda teplый pol qilyapsam, kollektor yaxshisini olib berdingiz, sirkulyatsionni nasosi yaxshisini olib berdingiz, sirkulyatsiya yaxshi ketyapti, lekin ko'chadagi klimatga qarab sizni temperaturni kontrolingiz ham o'ziga yarasha bo'lishi kerak. Ko'chada -5 da keraklicha harorat bo'lishi kerak, isitish sistemangizda +5 haroratda o'ziga yarasha iliqroq berish kerak suvi. Va shunga yarasha shuni kontrolini qiladigan sizda zaporniy armatura bo'lishi kerak. Eng osoni, eng mexanitskisi, hech qanaqa elektrikaga ulanmaydigani bu ikki xili bizda hozirgi paytda tavsiya qilayotganimiz bu bittasi трехходовой смесительный kran deyiladi. Bu yerda juda ham prinsipi juda ham oson. Kollektordan oldin turadi. Kollektordan oldin bu bilan kollektor o'rtasida albatta bizda sirkulyatsionni nasos turadi. Sirkulyatsionni nasos koteldan kelayotgan katta temperaturani teplый polingizdan qaytayotgan уже sovuq bo'lgan teplonосительlar o'zaro qo'shib turib, определенный kerakli bo'lgan temperaturani har xil proporsiyada qo'shish orqali sizga kerakli temperaturani chiqarib bera oladi. Masalan, buni oddiy misol tushuntirishsa, vannada ham smesitelimiz bor, sovuq suv, issiq suv. Sovuq suvni keraklicha ochamiz, issiq suvni keraklicha ochamiz, qo'limizga eng kerakli bo'lgan optimalniy temperaturani qilamiz. Bu ham xuddi shunga o'xshagan kran. Eng minimum mana shunaqa kran qo'yish kerak. Bu birinchi etapi. Buni ham lekin bu bitta temperatura bo'ladi, постоянный 35 ga qo'ygan bo'lsangiz, 35 ni bu yerdagi podachangiz o'zgarsa, sal o'zgaradi. Podachangiz sal pasaysa, koteldan kelayotgan temperaturangiz bu yerda ham pasayveradi. Issiq sovuq kunga qarab ham bu ozgina o'zgaradi. No, bu hali aytganimdek birinchi eng minimalniy требование teplый pol uchun. Ikkinchisi bu termostatический смесительный kran deymiz. Трехходовой термостатический смесительный kran. Klapan deyshadi, kran deyshadi. Biz klapan deb o'rganganmiz ko'proq. Bu yerda ham buni prinsipiga o'xshab koteldan kelayotgan qaynoq suv, katta temperatura, teplый poldan qaytayotgan, obраткасidan qaytayotgan sovuq suvni qo'shib turib, o'zingiz belgilagan haroratingizni doim bu yerda o'zgarsa ham, obratkangiz o'zgarsa ham, o'zi bitta temperaturani doim ushlaydi. Masalan, aytaylik, bu yerda o'zini parametrlari bor. Masalan, 2 ga qo'yib qo'ydingiz. Kamera mana keyin yaqinroq qilib oladi. 2 da o'zini значенияsi bor, 35 gradus. Shu 35 gradusni doim sizga ushlab beradi. Bu уже более точныйroq temperaturani chiqarib bera oladi. Sizda уже diskomfort bo'lmaydi, doim bitta temperatura teplый polingizda bo'ladi. Lekin hali aytganimizdek ko'chada isib ketsa, bu ham issiqlik qilishi mumkin. Ko'chada sovib ketsa, bu ham sal sovuqlik qilishi mumkin. Sizda ora-orada ko'chadagi harorat 10 gradusga o'zgarib ketganda, 5-10 gradus o'zgarganda siz ham bu yerda ko'proq yoki kamroq qilib turishingiz kerak bo'ladi, mexanitskiy. Juda ham oson foydalanishga. Bu ikkinchi уже как бы variant. Bu уже bunga qaraganda ko'proq buni qo'llaydi deymiz. Buni tavsiya beramiz. Uchinchisi temperaturniy kontrol, уже более avtomatika, уже bu yerda pogoda зависимый deymiz.
Pagoda зависимый уже nima o'ziga oladi? Masalan, shu трехходовой смесительный кран, уже ustida servomotor turadi. Servomotor datchiklari уже sirkulyatsionni nasos ulanadi. Kotelga qanaqadir o'zini bo'ladigan kontrollerga olib boriladi. U kontroller уже bizada наружный temperaturani ko'radi, uydagi komnatni termostatni ko'radi, kerak bo'lsa sirkulyatsion nasos bilan upravлять qiladi va asosiysi servo privod bilan upravлять qiladi. Bu yerda ko'proq bizada servo privod rolda, chunki bizada ko'chamizda isib ketsa bu kamroq temperatura berishni boshlaydi, o'zini diagrammasi bo'ladi. Haliga aytgandek kontrollerda ko'cha sovigan sari bu temperaturani ko'proq berishni boshlaydi. Va shunga o'xshab doim ishlaydi. Bizda ko'pincha bilasizlar, O'zbekistonda kunduzi isib ketadi, kech payt sovib ketadi va bizda temperaturniy razrifimiz plyusavoy ham, minusga ham tushib ketadi. 10-15 daraja atrofida o'ynaydi. Shuning uchun biz 10-15 darajada har kuni, har bir sutkada 15 darajani atrofida biz doim temperaturani kerakli optimalniy tarzda o'zgartirib borishimiz kerak. Shunda teplый polnimiz перегреваться qilmaydi. Kerakli bo'lganda kerakli sovuqda kerakli issiqlik bo'ladi, kerakli issiq paytda kerakli iliqlik bo'ladi va siz doim idealniy temperaturaga ega bo'lasiz. Idealniy temperaturani kontrolini regulировать qilgan bo'lasiz. Mana shu 3 xil regulирование biz tavsiya qilamiz. Undan tashqari teplый polni inertsiyasi o'zi ko'p bo'lgandan keyin, teplый pol qizib olgandan keyin o'zidan ko'p energiyani beradi. O'sha paytda ortiqcha перегревание bo'lmasligi uchun bizda kollektorlarimizga mana bunaqa privodlar qo'yiladi, har bir faliga qo'yiladi. Mana men bu ham ko'rsatib beraman. Keyinchalik yaqin olib har bittasiga qo'yiladi va bular уже непосредственно komnatni termostatga ulanadi. Har bitta zonani siz уже haroratini o'zingiz belgilasangiz bo'ladi. Masalan, sizga qayerdadir 20 gradus kerak. 20 gradusda chiqqandan keyin bu уже o'sha kollektorni shu zonaga отвечать qilayotgan anaqalarini, выходlarini yopadi. Va 20 gradusdan tushgandan keyin shu o'zi kerakli paytda ochadi, yopiladi. On off rejimda ishlaydi. Va kimdir sovuqroqni yaxshi ko'radi, kimdir issiqroqni yaxshi ko'radi. Bu orqali ham siz уже zonalarni bo'lib, har bir zonaga определенный temperaturani berishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana shu minimum deymiz, minimalniy komplekt hozirgi paytda siz uyingizda teplый pol qildirmoqchi bo'lsangiz, mana shu narsalarni siz santexniklardan talab qiling. Santexniklar bilmaganlari agarda bizga murojaat qilsa, biz yanada bularni ishlash prinsiplarini, qanaqa ulanishlarini, qaysi joyga to'g'ri kelishlari, qanaqa объемdagi zonalarga qo'yilishlari, to'g'ri подбор qilinishlari, hali aytganimizdek sirkulyatsion nasoslar to'g'ri подбор qilinishlari, buni hammasini ko'rib chiqamiz va so'zimning davomida sirkulyatsion nasosni ham ikki xilini qo'yish kerak. Ba'zi paytda oddiy chistotniy emas, oddiy bo'lgan sirkulyatsion nasosimizni oddiy sistemalarga qo'yish tavsiya qilinadi, lekin уже sizda privodlar paydo bo'lgan joyda bu nasoslar уже bizga ish bermaydi, chunki bizda faraz qilaylik 6 talik kollektor bo'lsa, qaysidir zonalarni qizdirgandan keyin yoqdi, faqat 2 ta dona zonamizdan расход ketyapti. Естественно, 6 tadan ko'ra 2 tasidan kamroq расход ketish kerak. Shuning uchun bizda bu yerda chistotniy nasosimiz bizga yordamga keladi va chistotniy nasosda o'zini mana bu keyinroq operatorimiz olib beradilar. O'zini zonasi rejimi bo'ladi, o'sha rejimga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana shunaqa privodlar ishlatilgan joyda обязательно chistotniy nasos qo'llashimiz shart. Mana shunda siz idealniy teplый polni eng maksimal darajada idealniy ishlaydigan rejimiga olib kela olasiz va energiya zatratlaringiz ham shunga yarasha kamroq bo'ladi va komfortniy temperaturani doim regulировать qila olasiz. Agarda sizda savollar bo'lsa teplый polda qo'shimcha qilib yuboring, biz bu savollarga javob berishga harakat qilamiz, xudo xohlasa.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling, uyingiz doim issiq bo'lsin, shinam bo'lsin va Teplolux jamoasi sizga bunda yordamda doim shay bo'lib tursin. Sog' bo'ling, assalomu alaykum.